Qarang, agar sizda qo'l tirsalaringiz shunaqa qoraygan bo'lsa, agar sizda tizza qismida shunaqa qorayish bo'lsa, agar sizda qo'ltiq zonasida shunaqa qorayish bo'lsa, yoki agar sizda bikini zonasida shunaqa qorayish bo'lsa, men sizga eng kerakli narsani topdim. Qoraygan zonalarni tabiiy ravishda oqartirish uchun bizga oqartiruvchi kremlar kerak bo'ladi. Bu turdagi oqartiruvchi kremlarni tanlayotganingizda eng e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, birinchidan bu kojani quritib yubormaydimi? Bundan tashqari effektini qancha muddatda ko'ra olish mumkin? Qo'limdagi bu krem Koreyada hozirgi kunda bestseller bo'lgan oqartiruvchi krem hisoblanadi. Kojani namlab berishdan tashqari 2 haftaning ichida bemalol rezultatini ko'rishingiz mumkin. Buni surtish tartibi yetarli miqdordagi kremni olib, qoraygan qismlariga ertalab va kechqurun surkashimiz kerak bo'ladi. Bu kojaga srazu oqarish effektini beradigan tonap krem emas, minimal 2 hafta davomida foydalangandan keyin aynan qoraygan qismlarni oqarishiga olib keladigan davolovchi krem hisoblanadi. Agarda siz koreyskiy kosmetika sotadigan inson bo'lsangiz, bu mahsulotni tezlik bilan magaziningizga olib kirishingiz kerak, chunki juda tez orada aynan